Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar, mana sizlarga zo'r qilib beramiz bugun. Mana 3 ta, xudo xolasa sifati zo'r baquvda turgan yaxshi qo'ylarimiz bor, akalar. Bugun biz Namangan viloyati Norin tumani Tegronboshi mahallasidan, shu Dehqon akamizning xonadonidan shu 3 ta sovuliq qo'yimiz bor. Bugun 15-iyul, hafta kuniga payshanba. Shu qo'ylarimiz sotuvga chiqyapti, akalar. Mana dehqonning qo'yi. Shu qo'chqor bir oydan beri ichida yuribdi. Xudo xolasa qo'chqor endi irg'igan bo'lishi kerak bularga, chunki qo'ylarning eti baland, boladan chiqqan hammasi. Mana sifati zo'r. Qochib qolgan bo'lsa, xudo xolasa olgan odamni baxt, akalar. Mana oyoq qo'li ham polvon, dumbalar ham tik dumba. Bolani ham zo'r bergan bular mana, xudo xolasa. Boladan ertaroq ajratilgan, sababi ertaroq tuqqan. Shuning uchun qo'chqor ham ertaroq qo'shib qo'yilavergan. Endi qochmagani endi 1 oylik shu holatga beriladi-da, baribir endi qo'ydi. Bilasiz, eti baland bo'lsa qochaveradi. Etini ko'rib turibsizlar, eti shunday, xudo xolasa mana turishni qaranglar. Qo'ylarimiz shu ko'ki 2 tish, mana qo'chqor orqasida turgan 6 tish. Mana o'si 4 tish, shunaqa rasa bolani zo'r beradigan, yoshda juda katta ham emas yoshi. Rasa mana dehqon akalarimiz olib bolasini olib ko'paytiraman degan akalarimizga zo'r variant. Mana gardani ham uzun, to'shlarni ham ko'rib turibsizlar o'zi. Havas bilan baqilayotgan qo'ylar endi. Endi zaruratdan sotilyapti, bilasizlar, dehqon faqat zarur bo'lsa sotadi. Yaxshi qo'ylar ekan, o'zlari ham ko'paytiramiz degan maqsadda olishgan edi. Endi dehqonchilik bo'ladi bizda, qishloq sharoit. Shunga dori solish kerak, boshqa pul kerak. Shunga sotuvga chiqyapti, akalar. Mana orqalarini ham ko'ryapsizlar, mana qo'chqor irg'igan bularga 100%. Endi qochmagani gumonda-da. Ko'rib turibsizlar, tushunganlar tushunadi endi qo'chqor irg'igani qanaqa bo'ladi boshqa. Mana mayda qo'ylar emas, akalar, bular. Narxiga kelsak, akalar, yaqin qilib qo'yiladi. O'zi narx-navoni ham, bozorda ham ko'rib turibsizlar. Eti baland, sifati zo'r, yaxshi qo'ylar. Yaxshi pul bo'lyapti. Mana uchalasini bir joyga olganga 24 million narx qo'yishyapti. Mana ozgina o'tib beramiz, kami bor deb. Endi narxlar juda yo'lida qo'yilyapti deb o'ylayman, chunki sababi 8 milliondan to'g'ri keladimi? Endi bittalab olganga plus minusi bo'ladi, akalar. Mana o'si, mana ichida eng kichkinasi shu. Buni ham bo'yi 70 sm oshiq. Ikkitasi yirikroq. Mana bir joyga 24 million kam bor. Endi tanlab ustiga kelib ko'rganga jinday ozgina plus minusi bo'lishi mumkin. Mana o'si yirik. Mana. Ham eng yoshi ham shu o'zi mana. Ashinisi 2 tish, akalar. Shu qo'chqor ichida yuribdi. Yeb ichishi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida bular. O'zi eti boshidan ham bilinib turibdi bular qanaqaligi. Telefon qilaverasizlar. Lakasta tashlab berishadi, ustiga kelib ko'rib olish kerak ekan. O'zi ko'rib olganga yetmaydi, ustida qo'ydi holati ham baribir ko'rinadi. Savdolashib olishga ham yaxshi bo'ladi baribir. Shu holatda baqilib tursa, bolani ham zo'r beradi, xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Mana. Shu qo'chqor 1 oydan beri ichida yuribdi, akalar. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, ish bitaveradi. Dastavkasi yo'q. Endi iloji boricha 3tasini bir joyga olsanglar
aytilgan narxdan yaxshigina tushib berishamiz deyishyapti. Endi tanlab olganga plus minus bo'lib qoladi. Mana. Telefon qilaverasizlar. Hammalarga rahmat, sog' bo'lasizlar. Mana kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib, bittadan like turib qo'yasizlar akalar mana. Sifat qaranglar. Xudo xolasa dehqonni qo'yib dehqonga ketsa zo'r bo'ladi baribir.